Assalomu alaykum. Qarash olaymi? Tanishing, Miraziz. Men hech bunaqa inson o'zi uchratmaganman. Birdaniga bitta insonda shuncha kasallik jamlanishi. Hozirda bu doimiy holat shunaqa, to'g'rimi? Kundalik. Tishlari yeringlab chirib tushib ketgani, oshqozonda raki borligi, o'zi DTP kasalligi bilan kurashishi, yolg'iz ona mana shu kichkinani hayoti uchun kurashadi. O'g'lim hozirgi kunda 5-6 xil tashxis bilan lechena qilib kelyapti hozir. Bosh aylanasi, bosh o'smay qolgan bolada, qo'l oyoq harakat qilmaydi. Bu yashaydigan joy kimniki, qanaqa? Yo'q, ijarada turamiz. Video ko'proq odamga yetib borishi uchun albatta iltimos like bosing. Ko'rgan bo'lsangiz albatta like bosib qo'ying. Ko'proq odamlarga jo'natib qo'ying. Mirazizga pensiya beriladi. Nafaqa puli. Ko'rpacha tikib beraman dedingiz. Shunaqa, tikish, uyda tikishili shunaqa keladigan. Ya'ni kunlik sanitarkaga ham borib tozalab berasiz. Chiqib turaman. Ishga chiqqaningizda Ibrohim qarab turadi. Ibrohim qarab turadi. Bolalarim qarab turadi. Onasini o'zi ham rak. O'zi ham rak bilan kurashadi. Qo'ldan kelgancha yordam qiling. Nomerlarni qoldiraman. Toshkentda Sergelida turishadi. Kelinglar, davolanish uchun jo'nataylik. Bu oilaga kerak bo'lsa uydan sovg'a qilaylik. Hech umidingizni yo'qotmadingizmi? Yo'q, yo'qotmayman. Men bolam yurib ketadi deyman. Bolamni baribir yurdiraman. Xudo xolasa, Allohdan, lekin yurishiga, aniqib ketishiga ishonaman men. Ushbu muammoni hal qilish yo'llari bor, albatta. Yaxshi niyat va duo. Harakatlari ushbu videoga like bosib ko'proq odamlarga jo'natish va qo'lingizdan kelgancha faqatgina naqd pul bilan, boshqa iloji yo'q. Qanday qurilish bo'lsa, u kerak, bu kerak, u kerak, bu kerak deb 4 oydan 5 oyda hal qilsak.